Ba'zi bir o'quvchilardan kelgan savollardan bittasi shuki, qaysi payt dars qilsak eng afzal vaqt hisoblanadi degan savol bor. Do'stlar, demak, qaysi vaqt eng afzal vaqt? Xo'p, o'quvchilarimga birinchi navbatda o'zlarini o'qish odatlari haqida so'rab bilib olaman. Aytaylik, kimdir ertalabda, kimdir kech paytda yoki obedda yoki kimdir kutubxonaga borib dars qiladi yoki maktabda o'qiyotgan bo'lsa, maktab paytida o'zlarining kutubxonasi bor, shu kutubxonaga chiqadi, shu yerda dars qilishni odat qilgan bo'ladi. Xo'p, agar ingliz tili yoki umuman til o'rganish bilan bog'liq vaqtni nazarda tutadigan bo'lsak, men o'quvchilarimga odatda xuftondan keyin uxlashni, xuftondan oldin esa so'zlarni takrorlashni va grammatik qoidalarni bir qator ko'rib chiqishni tavsiya qilaman va albatta uxlashdan oldin darajasiga mos podkastlar bor. A1, A2, B1, B2, C1, C2 podkastlarda 1 soatlik timerga qo'ygan holatda yoqib qo'yishini va miyasi kechqurunda shu narsani analiz qilishni men ularga o'qitiraman, ularga tushuntirgan bo'laman va ertaman sahar deganda odatda men o'quvchilarda agar haqiqatdan industrious hard working students bo'ladigan bo'lsa, soat 1 da turib yoki bo'lmasa 1 da tura olmasa 2 da turgan holatda shu 2 dan boshlab to bomdodda bomdodga o'tkazib, quyosh chiqqunicha dars qilishni tavsiya qilaman. Va qachon agarda bu 2 dan aytaylik soat 7 da quyosh chiqqan bo'lsa, 2 dan 7 gacha 5 soat bo'ladi. Orada siz baribir muntazam bir joyda uzoq o'tira olmaganingiz sababli keling taxmin qiladi 3 soat yoki 3,5 soat dars qilasiz. 5 soat ichida 3 soat dars qilgan bo'lasiz. Bu shu unumli bo'ladi. Kunduzda onda-sonda dars qilishingizdan ko'ra, undan ko'ra siz kunduzi vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, peshin vaqtida 15 minut yoki 20 minut borganda vaqtingizga qarab 1 soatdir uxlab, shu kechqurungi bo'shab qolgan energiyani, uyqu energiyasini qayta to'ldirib olishingiz mumkin. Shu prosesni 40 kun ichida qiladigan bo'lsangiz, albatta sizda eng zo'r vaqt hosil bo'ladi va o'qishga bo'lgan intilishingiz yana ham oshadi. Uning asosiy sabablaridan biri nima uchun kechqurun soat 2 dan 5 gacha hech kim bo'lmaydi, siz bezovta qilmaydi, do'stlaringiz ham uxlayotgan bo'ladi. No opportunity to chat on the social media bana kamayadi. Misol uchun kunduzda ko'pchilik do'stlar hammasi internetda bo'ladi. Instagramda, Telegramda siz bilan aloqaga chiqmoqchi bo'lganlar bor, sizda ishi bordir yoki sizni ularda ishingiz bordir. Kechqurunda albatta odam hijolat bo'lganda sizga ham telefon qila olmaydi, siz ham boshqalarga telefon qila olmaysiz. O'ta ajoyib. Agarda siz bironta o'yinga addicted bo'lib qolgan bo'lsangiz, uzr, bunga yechimni keyingi videolarda aytib o'tgan bo'laman. Bu video faqat eng zo'r vaqt uchun. Agarda video o'quvchilarim uchun va til o'rganayotgan talabalar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, don't forget to share this video. Bu videoda